Hi everybody, welcome to the iLanguage Training Center video classroom, and today we're going to talk about the simple past tense. Sağolashlar yaxshimisizlar? G'oyat til tarbiyalash markazidan sin darsxonasiga kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugungi darsda mush fe'llarningki o'tgan zaman oddiy shakli ustida to'xtalamiz. Biz oldingi qatimliq darsda shu BP'larning, ya'ni amizar bog'i, shuningki o'tgan zaman shakli ustida to'xtalgan toq. Hamda bugungi bo'lsa shu BP'lardan boshqa asosli fe'llarning o'tgan zaman shakli ustida to'xtalamiz. Hamda bu o'tgan zaman, ya'ni shu o'tgan zaman holati nima degan gap degan aniqlanmaganda biz odatda shu o'tmishdagi, ya'ni tarixdagi yoki burungi aniq konkret vaqtda yuz bergan ish harakat va yoki shu vaqtda, demakchi abay degan konkret aniq vaqtda mavjud bo'lgan holatlarni biz umumlashtirib shu o'tgan zaman holati degan to'p. Hamda biz mushunga aniq konkret vaqtlarga qaysi vaqtlar keladi deganda, masalan o'tgan zamonga tava vaqtlardan last night, last week, last month, last year, shunama. Masalan, ondan sırf masalan last yesterday, like the day before yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening degandekchi. Mushunga o'xshash vaqt ravishlari. Ondan sırf masalan ago deganimiz burun degan gap. Shunama. Masalan an hour ago, bir soat burun. A week ago, bir hafta burun. A month ago, bir ay burun. A year ago, bir yil burun. Demak, hamda shu keyingi o'tgan vaqtni bildirgan shu vaqt ravishlari bilan qanday desanglar, birga keladigan gap. Yaqin desanglar before. Okay, before. Hamda odatda o'tgan zamanda fe'llarning o'tgan zaman shakli ishlatildi. Masalan jumlalarda shu asosan fe'llarning agar BP bo'lib qolsa, masalan amizarniki was were shunami shakli. Odatda shu asosli fe'llarning buni marsanglar o'tgan zaman ishlatildi. Hamda bu fe'llar hamda ikki bo'lsak, birisi qoidalik fe'l, ya'ni birisi qoidasiz fe'l. Hamda buni chaqchaq qilib qoidalik demakchi qoida turgan bularning fe'l desanglar adablik fe'l. Hamda qoida tutmaydigan joy desanglar adabsiz fe'l deb ikkiga bo'lindi. Xo'sh, endi bu adablik fe'l degan qanday fe'l? Hamda qoidalik fe'l, ya'ni adablik fe'l deganimiz hamda shu fe'llarni yasashda shu asli fe'lning keyniga shu id qat qilib bo'ladigan hamda shu id qilib yasaladigan fe'llar hamda o'tgan zaman shakli. Shuni qoidalik fe'l deymiz. Masalan, alaylik, miyarika walk deganimiz nima? Mangmaq. Walked degan so'zsanglar mangdi. And then talk so'zlamak, paranglashmak. Talked paranglashdi, so'zladi. Undan nazarda hamda ma'o fe'l deganda savodashlar. Fe'l degan nima? Shu ish harakatni bildirdi, shundami? Masalan, mangmaq, tumaq, Uyg'ur tilida odatda fe'llarning keyniga mak qo'shimchasini qatimiz. Mangmaq, so'zlamak, paranglashmaq degandek. Hargiz masalan mengish, so'zlash bo'lmaydi. Bu degan nima desam, ismlash. Harakat nom, demakki yaxshi harakatning nomi. Masalan mengish. Bu nima desam, ism xarakterli so'z. Tushundingizmi? Mengish. Mengish bo'lsa, demakki mengish ism bo'lgan ham egim bo'la oladi-ku, yana. Ma fe'llarga hamda maq qo'shimchasini qatimiz. Mangmaq, paranglashmaq. Shunami? Ondan keyin jump, sakramak. Jumped, sakradi. Wash, yumaq. Washed, yudi degandek-chi. Yumaq, yana birisi nima? Yudi. Hamda qoidasiz fe'llar qanday bo'ldi desanglar, id qetishga bo'lmaydi. Bu id qetib yasmashdan balki o'zininki ayrim bir turaqliq shakli bilan ham qanday qilamiz ishlatamiz. Masalan, eat, yemak. Buningki o'tgan zaman shakli qanday bo'ldi desanglar, ate. Ma'o turaq qoidasiz demakki adabsiz fe'lningki hamda musharika nimasi bo'ldi desanglar, o'tgan zaman shakli bo'ldi. O'tgan zaman shakli. Bu hamda qoidasiz fe'llarning o'tgan zaman shaklini qanday bilmaymiz desanglar, yodlaymiz.
Hamda buningki yodlaymiz desam qo'rqib ketmanglar. Barbara qanday desanglar, bu darsni o'rganish davomida sizlar bir-birlab o'rganib qanday desanglar, chiqsanglar bo'ladi. Masalan, see bo'lsa nima? Soul. See, soul, ko'mak, ko'ri. Okay, go, barmak, went, body. Barmak, body. Demek hamda mushunga o'xshash qoidasiz fe'llarniki qanday desanglar ayrim shakli bo'ldi. Undan sirt hamda mush ed qatqanda mush ed qatqanda qanday qilish kerak? Talaffuz qilish masalasi bor. Bo'libmi shu 1 yil 2 yil o'rgangan savolashlardimi? Mushuninki masala nihoyat ig'ir. Undan sirt masalan yaqinda biz nurg'un o'qituvchilarni shu 100 dirham imtihoniga qatnashdim hamda bizning maktabdan o'qituvchi qabul qilganda. Bular o'qituvchilar o'tgan zamonning altini so'zlaganda jiq xatolashayotgan ya'ni nima desanglar, ba'zi shu jarangsiz tovushlarga edi qatqanda, undan keyin jarangli tovushlarga edi qatqanda, endi ba'zi tovushlarga edi qatqanda ularningki talaffuzi o'xshamaydi-ku. Shularni qanday desanglar, jiq farq etmaydi ekan. Mesela qaranglar, bu edi qatqanda oxiri masalan T yoki D. Bu T harfi yoki D harfi bilan oxirlashgan fe'llar yoki harakat deymiz-ku hamda. Bu qanday talaffuz qilinadi desanglar, id. Masalan, want, wanted, need, needed. Janoliga want degan lozim, need degan nima desanglar, ehtiyojlik, lozim degan gap. Want, wanted, need, needed. Needed. Ondan keyin shu ba'zi jarangsiz tovushlar bor. Hamda voice degan sal xato yozilib qolibdi. Hamda voiceless tovush, jarangsiz tovushlar. Masalan, jarangsiz tovush degan nima desanglar, shu talaffuz qilganda jarangsiz talaffuz qilinadigan. Masalan, ishtama p chiqatmadi. Degandekchi. Mushunga o'xshash jarangsiz tovushlar bilan kelganda hamda bu qanday qilindi desanglar, talaffuz qilindi. Masalan, help. Buni helped emas, nima? Helped. Helped o'qas xato bo'ladi, ya'ni helped. Looked. Masalan, oxiri bilan oxirlashgan so'zlar intayin ko'p. Masalan, work, ishlamak shunama, worked. Worked deb olgan joq bola, worked yoki. Bu worked desak xato bo'ladi. Worked. Looked. Worked. Shunama. Undan keyin look degan avay chiqdi, masalan, looked degandek. Undan keyin oxir washed. Okay, washed. Watched. Yaxshi. Watched. Masalan, thank. Rahmat aytmoqchi nima? Thanked. Oxiri nima o'xshashlarmi? Bilan talaffuz qilindi. Thanked. Yana bir talaffuz qilib qo'yaylik. Masalan, birinchisi helped. Looked. Hargiz looked yoki looked emas. Looked. Urg'u faqat nega tushirsanlar, l harfiga tushadi, misharika. L harfiga, sorry. Xato bo'lib qoldi. Looked. Demak, L harfiga tushadi yoki l tavushiga tushadi. Shunama looked. Ya'ni washed. Okay, ikkinchisi nima desanlar? Washed. Ya'ni washed. All right. Undan keyin oxiri yana nima desanlar? D deb talaffuz qilinadi. D. Masalan, used. Okay. Masalan, used. Called. Okay, use degan ishlatmak, call degan nima? Telefon qilmoq yoki chaqirmoq. Called emasmi? I called deb oldi ekan bola. Called emasmi? Called. Love. Oxiri v. Loved. Okay, loved. Oxiri nima? D. Enjoy. O'ziranmoq, xushal-xuram o'ynamoq. Shunama? Enjoyed.
Clean, cleaned. Follow, followed. Okay, follow, followed. Nima? Followed degan agishmak. Demak, endi mush harflar bilan oxirlasa d talaffuz qilingan ekan. Yana bir o'qib o'taylik. Used, called, loved, enjoyed, cleaned, followed. S, L, V, Y, N, W. Demak, mushlarni qanday qilib yodlash kerak-da hamda. Yodlab olish kerak. Amal yo'q hamda. Nima? Used, called, loved, enjoyed, cleaned, followed. Okay. Hamda mana shu qoidalik fe'lga id qatqanda qanday qilmaysiz desanglar, mana bevosita qanday qilgan gap, ko'pincha fe'llarga id qatimiz. Masalan, mana o'qibanglar, birinchisi worked demaymiz-ku buni. Worked, walked, looked, jumped, washed, painted. Ma oxir id keladi, painted. Okay, painted. Keyincha k bilan oxirlashganda-chu, talaffuz qilamiz. Asked, typed, talked, dusted, and the t bilan oxirlashganda qiladi. Id, dusted, wanted, washed. Okay, washed. Demak, endi mushu fe'llar qolsa, adad ko'pincha fe'llarga idini bevosita qaytaveramiz. Uningdan sirт endi bu yerda ba'zi fe'llar bor. U bo'lsin qanday desanglar, oxir i bilan oxirlashgan. Buni i'ni elevitib i'ga qatimiz yoki i bilan oxirlashib qolgan bo'lsa, buningga dini qatib qo'ysanglar, faqat ko'nglingizni sababda i'ni elevitib i'ga qatsanglar bo'ldi. Endi bu qoidasiz fe'llarniki o'tgan zamon shakli, masalan, a shaklida yoki ab shaklida bo'ldi. Masalan, ab shakl deganda masalan have, had. Okay, have bor degan gapqo, get, got. Erishmak yoki romance va hamda buniki o'tgan zamon shaklida got. Hear anglamak, heard angladi. Find topmak, found topdi. Buy setib olmak, bought. Okay, bought ma gh mana qilmaydi ma'nodagi talaffuz qilmaydi. Nima buy, bought. Sweep, spamak, swept, spadi. Sweep, swept. Yaxshi. Speak so'zlamak, spoke. So'zladi. Swim, so'zlamak, swam, so'zdi. Undan keyin hamda bu shu asl shakli ya o'tgan shakli o'xshash. A shaklidagi masalan cut, kesmak, kesdi. Put, qo'ymak, qo'ydi. Eat, ate, yemak, yedi. See, saw, ko'mak, ko'ri. Read, read. Ma'no qiladi diqqat qilinglar. Buning shakli o'xshash, lekin o'qilish o'xshamaydi. Asl shakli nima? Read, read. Read, read. Shut, shut. Yapmak, yapti. Give, gave. Bermak, bari. Give, yani gave. Go, went. Barmak, bari. Degandek-chu. Okay. Endi bu shu odatdagi o'tgan zamon shaklidagi jumlalar hamda ko'p qo'llanilgan bir necha vaqt ravishlari bor. Bir o'rganib chiqaylik savollashlar. Masalan, abayim tilga oldik. Ago, masalan, an hour ago and hour deb o'qimaymiz, on hour. An hour ago, a week ago, a month ago, a year ago. Bir soat burun, hafta burun, bir oy burun, ondan keyin bir yil burun. Ona nima desangiz before. Masalan, bugun bo'lgan bo'lsa today. Shunama bugun masalan oddiy adresda masalan this morning, this afternoon, this evening, tonight. Endi bu shu this morning nima o'tgan zamonda ishlatishga bo'lamdi desanglar, bo'ladi. Nima ishga bo'lmaydi? Masalan, men bugun ertagan yuzimni yuvdim. Demak, endi siz mag'abni qilgan vaqtingizda siz allabirun tushdan burun bo'lib ketdi degan gap, tushdan keyin bo'lib bo'ldi degan gap. Chunki tushdan burun morning deganimiz hamda o'tmishga tava olib ketdi emasmi vaqt. Masalan, tunugun deganicha yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, last night. Masalan, tunugun degan, tunugun tushdan keyin, tunugun kash, keyingi tunugun kecha. Okay. Masalan, the day before yesterday and the day kun before
burunqi yesterday tunigundan burunqi bir kun. Bu qaysi kun bo'ldi desanlar? O'lish kun. O'lish kun. Masalan, the day before yesterday in the morning, the day before yesterday in the afternoon, the day before yesterday in the evening. Demek anda o'lish kun tushdan burun, o'lish kun tushdan keyin, o'lish kun kech burun, and the night before last. Demek the night before last night. Endi yerga last night degandagi night oldir yana bir night bor, ikki night bir yakasi bo'lmaydi bir jumlada. Shuni qisqarib ketib nima the night before last demakchi o'lish kun kecha degan gap bo'ldi. O'lish kun kecha. Ammo mushu be fe'lidan boshqa fe'llar jumlada xabar bo'lib kelganda, shu fe'lni o'tgan zamon shaklini qo'llanamiz. Masalan qaranglar, ma walk degan xabar olib keldi. Demakchi igining harakatini bayon qilib keldi-ku bizga. Masalan, I walked to school yesterday. Men tunugun maktabga menib bordim. Demak, anda I walk to school every day. I walk to school every day. Bilan I walked to school every day ma o'xshamaydi. I walk to school every day. Men har kuni maktabga menib boraman. Demakchi bu sizningki odatingiz, davomli takror qilgan ish harakatlaringizni ifodalaganda oddiy hozirgi zamonda aytdik. Endi bu nima? Oddiy o'tgan zaman. Endi bu nima desanglar, shu tunugun bo'lib o'tgan ishda I walked to school yesterday. Demak, endi misharq walkniki o'tgan zaman shaklini elish orqali o'tgan zamanni yasidoq, o'tgan zamanni altini. Undan keyin nima? Vaqt ravishlarni oldik. Masalan, they went to Japan last year. Ular Yaponiyaga o'tgan yil qanday qildi? Bordi. Masalan, Jane did her homework last night. Jane topshiriqni tunigan kecha qanday qildi? Ishladi. She cleaned the room this morning. U bugun degan uyni qanday qildi? Tozaldi. You know, my brother worked in his restaurant. Mening akam yoki inim o'zini bu restoranda ishladi. Demak, endi egisi qanchinchi shaxs bo'lishidan qat'iy nazar savodashlar mushning hammasiga fe'lninki, asosli fe'lninki, demakchi be fe'ldan boshqa fe'llarniki o'tgan zaman shakli ishlatildi. Okay, agar be fe'li bo'lgan bo'lsa, endi birinchi shaxs birlik bilan uchinchi shaxs birlikka was keladi. Qolganlarga ko'plik, qolgan shaxsligini bersanlar work qilgan gap. Work qilgan gap. Hamda mushu odatki o'tgan zamondagi jumlani savol jumlaga aylantirsak qanday qilamiz savodashlar? Endi savol jumlaga aylantirsak qanday qilamiz? Buni o'xshashlamda do'diga yordamchi fe'l bor. Bu nimaga aylandi o'tgan zamonda did aylandi. Shuning bilan mushu didni oldiga chiqib etsak, do'ni ifodalanib chiqqanda, men asosiy fe'lga idni qaytib olib, masalan, you walked to school, yoki I walked to school yesterday, shundaymi? I walked idni qaytib olib, shuning bilan did bo'ldi. Buni oldiga chiqib qo'ysak ham bo'ldi, savol bo'ldi. Did you walk to school yesterday? Siz tunugun maktabga menib bordingizmi? Agar buni desak-chi, yes I did. No desak-chi, no I didn't. Yoki I did not. Masalan, did they go to Japan last year? Ular Yaponiyaga o'tgan yil bordimi? Yes they did. No they didn't. Okay, ular bordi, yo'q bormadi. So, did Jane do her homework last night? U tunugun kecha topshiriqni ishladimi? Yes, she did. No, she didn't. Okay, did she clean the room this morning? Yes, she did. No, she didn't. Demak, endi o'sha didni oldiga chiqib qo'ysak ham qanday bo'ldi desanglar, savolga aylandi. Endi savolga aylandirib, asosli fe'l qanday desanglar, cho'qim asl shakliga aylantirdi. Uningdagi idni nima qilib oldi? Do qatib nimaga aylantirganda? Did. Tushunamizmi? Did. Endi buning inkor shakli qanday bo'ldi desanglar, o'xshashlarmi shu. Masalan, I walked to school yesterday, shunami? Shu do ifodalanib chiqadi, didni do ifodalanib did bo'ldi. Buning keyin narni qilib qo'ysak ham bo'ldi. I didn't walk to school yesterday. They did not go to Japan last year. Jane did not do her homework last night. Degandek. U tunugun qanday qilmadi? Topshiriqni ishlamadi. She did not clean the she did not clean the room this morning. Okay, u topshiriqni bugun atdigan qanday qilmadi? Ishlamadi.
my brother did not work in this restaurant. Mening akam bu restoranda ishlamadi. Demek ma'o foring shekli. Andaqda musharatga o'tgan zaman jumlaning alayda savol shekli. Bu alayda savol shekli degan nima desanglar, o'sha alayda savol almashtirib qo'yilgan. Ya'ni what, when, where, why deganga o'xshash. Masalan, I walked to school yesterday. Bu savol shekli nima? Did you walk to school yesterday? Endi bu alayda savolga aylantirganda birinchi ulab shu qanday desanglar, asosliq feelni walk deganni do'ga almashtiramiz. Undan keyin mo'shni nimaga almashtirsak, agar nima deganga savol bo'lib keldigan nimani nimaga almashtirsak, agar vaqtni almashtirsak when bo'ladi shunami? Endi ma school degan ism ekan, u ismni nimaga aylantiramiz? What ga almashtiramiz. Shuni jumlaning 5iga o'tib kelsak, what did you do yesterday? Tunugun nima ish qildingiz? They went to Japan last week. Where did they go last year? Okay, where did they go last year? And bu yerga feelni nimaga almashtirib go. No. Yo'q, almashtirmoq. Bu yerga o'rinni Japan shunami? Bu o'ringa where ni almashtirib qo'y. Masalan, did they go to Japan last year? And the most o'ringa where ni almashtirib, where did they go last year? Okay, and Jane did her homework last night. Okay, and the mushana qani marisanglar. What did Jane do last night? He did her homework. She did her homework. Demek alayda savolga aylantirgan nimaga qaraymiz? Agar o'rinni almashtirsak where bo'ladi, narsani almashtirsak nima bo'ladi? What bo'ladi. Okay. Andaqda shu abay o'rganganimizni bir mashq qilib baqaylik. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Answer the question. Look. What did she look at the photograph? Okay. When did she look at the photograph? U suratlarga qachon qaradi? An hour ago, bir soat burun dedi. Demak, hamda ikisi nima? She, feel nima? Look at. U yerga object nima desanglar? Photograph. Vaqt desanglar an hour ago. Aniqlam chiqib tushunama. She looked at the photograph an hour ago. U bir soat burun suratlarga qaradi. So when did the cat jump off the wall? A day ago. Nima? Bir kun burun. Bir kun burun. Andaqda bu yerni deymiz desanglar, it jumped off the wall a day ago. U tamdan bir kun burun sakradi. So when did he walk across the park? And u qachon bu bog'chadan kesib o'tdi? Menib kesib o'tdi. It's last week. Demakchi he walked across the park last week. Demak walk nima qildi? Ed qattiqmishaga. So when did he wash his hands? A minute ago. 1 minute burun shunami? He washed them, not washed more. Washed his hands a minute ago. When did he work in an office? Qachon u nimada office tishildi? A year before last. Demakchi o'lishili. O'tgan yil. He worked in an office the year before last. Demakchi o'tgan yil. Demak, iga, pil, obiket, undan keyin nima desanglar? Keyin nima kelgan? Vaqt kelgan. So when did they ask questions? Ular qachon savol so'radi? 5 minutes ago. 5 minut burun dedi. Demak, esa they asked questions 5 minutes ago. Okay. Endi mishari qilganimiz feelni o'tgan zamonga aylantirsak, ular they asked questions 5 minutes ago. Ular 5 minut burun savol so'radi. Okay, endi mana javob qasasdan savol so'rab qo'yinglar. Masalan, he watched TV 4 hours ago. Endi buni nimaga aylantirmaysanlar? When did he watch TV? U qachon televizor ko'rdi? When did he watch TV? All right, what about this? He typed those letters a month ago. Demakchi, when did he? Undan keyin nima keladi? Bu feelning asl shakli keladi, o'tgan zaman shaklimi? Asl shaklini o'qidi.
asl shakli. Chunki did qilib olgan emasmi? When did he type those letters? U xatlarni qachon bosdi? Okay. So he talked to the shop assistant last month. U o'tgan oyda prikazchik bilan paranglashdi. Demak, when did he talk to shop assistant? So when did he talk to shop assistant? All right. Next one, they dusted the house 3 days ago. Demek ki, when did they dust the house? All right. So he painted the wall the year before last. Okay. Endi ulushida u qanaqa qildi? Tamlashtirildi. Demak, buni nima deymiz? When did he paint the wall? U qachon qanaqa qildi? Nimani sirladi? So they waited at the bus stop 10 minutes ago. 10 minut burun bu bus stop qanaqa qildi? Saqladi. Demak, when did they wait at the bus stop? Ular avtobus bekatida qachon saqladi? When did they wait? All right. So he greeted me a minute ago. U men bilan 1 minut burun salomlashdi. Endi u qachon salomlashdi? So when did he greet me? Greet you? All right. Bo'ldi savolashlar. Shu bugungi grammatika mushagicha bo'lsin. Undan keyin texnik ko'p mazmunlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, bizning abdiy ta'limimiz va yoki g'oyasiyan to'rbekat va yoki bizning g'oyimiz degan salonga agishar qilib texnik ko'p mazmunlarni qana dan xabardor bo'lib turibsizlar. Bo'ldi, bugungi mushagicha bo'lsin. That's all for today. See you next time. Goodbye.